75. To'g'riliqqa to'g'riliq, odamgarchilikka odamgarchilik qilish aytiladi. Yuqorqilar bir xilidir, yana bir xilini tushundirib aytay, sen uni angla. Unutdingmi yoki tushunmaslik bo'ldimi, nima foydani ko'zlab bu ishni qilmoqchi bo'lding? Bilasanki, dunyoda ko'p madhilanganlar vafoliq kishilardir. Ular olqishga ega ay aziz. Dunyoning qonun qoidalari mavjud bo'lsa, odamga odamgarchilik qilish uning belgisi bo'ladi. Kishi yaxshilikka yaxshilik qiladi. Bir yaxshilikqa 10 yaxshilik bilan javob beradi. Kimning urug'i dadasidan tortib esil bo'lsa, uningdan yaxshilik elga foyda keladi. Ana o'g'rilikchi shahvatlanib haromdan o'g'il tug'sa, u elga ofat keltiradi. Aligning yaxshiliklariga nazar sol. Sen uning ne'matlariga, maishatlariga erishding. Bu fazilatlar, bilim farosatlarning hammasiga alik sabab bo'ldi, eshiklar ochildi. Seni nom va unvon bilan ulug' qildi. Yaxshilik qilishing uchun sana eshik ochib berdi. Bu yaxshiliklarni unutib qoldingmi? Buningga javob berish kerak emasmi, ey dilkash? Ey qarindosh, men so'zni qo'pol so'zladim. Ranjima, xafanma. Ko'nglingni bearam qilma. To'g'ri so'z qo'pol bo'ladi, ko'nglingga ochiq tegadi. Hazm qilsa, uning foydasi lazzat beradi. Qattiq tegsimi, qo'pol so'zga g'azablanma. To'g'ri so'z qo'poldir, buningdan ranjima. Buningga taqlid qilib, bunu so'zni aytay. Buni sen angla, ey xushchiray. To'g'ri so'z ochiq bo'ladi, uni hazm qil. Foydasi keyin bo'ladi, seni lazzatlantiradi. Qara, to'g'ri so'z ko'ngilga ochiq, qo'pol tegadi. Qo'pol so'z to'g'ri bo'ladi, qo'pol bo'lsa-mu, to'g'ri so'z qani? Sen kichik o'g'il chig'ingdila otang o'ldi. Bilim fazilatni egalading, yuzingni yo'riq qildi. Alik seni o'z tarbiyasiga oldi, parvish qildi. Uning sababi bilan sen odamlar qatoriga qo'shilding. Bu qul kinizaklar, ot org'imoq, yer, suv hammasi Alik tarafidan berilib, davlat ishiking ochildi. Ko'p yaxshiliklarga, nazu ne'matlarga ega bo'lding. Elda noming yeyildi, shuhrat topding. Endi buning ta'tirisicha maydonda turib, dushmandek yuz o'risang, sana yarashami? Foydang tegadigan mezgilda, sen u yerdan qechib, chatib tursang, uning ko'ngli echinib qoladi. Sana Ali ko'p yaxshiliklarni qildi. Uningga javob berish kerak emasmi, ey shuhratlik? Kishilar seni ko'rganda olqishlab maqtusun. Elda vafodor degan noming tarqalsin. Kishilarning yaxshisi nima deydi, angla. Chin kishining belgisi odamgarchilik qilishdir. Ey yigit, odamgarchilik qil, ulug' kishi bo'l. Kishilik yo'lini odam ana shundoq tutish kerak. Kishiga odamgarchilik qilib haqiqiy odam bo'l, o'zingga odamiy degan maqtashlik nomni ol. Sana Ali 1000 barobar yaxshilik qildi. Sen mi yaxshilikka yaxshilik bilan javob ber. Yaxshilikka javob beradigan kishi yaxshi kishidir. Xalq ichida sarxil odamlar ichida tonilg'inidir. Bilimsiz, nodon bir kichik o'g'il eding. U seni yo'lab baxt pallasiga ko'tirdi. Endi uningga jon teningni pido qil. Uxlab yotma, kech kunduz uning ishini qil. U yaxshilik o'rniga bu yaxshilik tayyor tursin. Xudo sana yaxshi javob qaytarg'isi. Mehribonlik bilan odamgarchilik qiladigan kishi nima deydi, angla, ey ko'ngli yaqin. Sen kimning ishini yesang, shuning ishini qil. Ishini halol yegin, mehribonlikqa oshadi. Mard kishi non tuz haqqiga diqqat qilib, yegizgan kishiga beshini pido qiladi. Orzu tilakka ko'p yaxshi yo'llarga erishding. Bugun yaxshilik bilan uningga foydaliq bo'l. Yipak to'n kiyding,
o'zingni tavadurdun bilan yo'giding. Sana hasad qilg'uvchilarning sana qarab ko'zi qamashdi. Endi sen Alikka yaxshi nom keltir. Düşmanlar ko'rib o'rtansin, yatla bo'yin agsin. Halovat ichida ko'p orzu ne'matlarga ega bo'lding. Buqidek samirib, bo'yin ko'ksingni ko'tirding. Endi Alikning ishiga kuchingni sarf qil. Yaxshi duoga ega bo'l, uzun yasha. Dunyo mollarini to'plading, boy bo'lding. Yo'rg'a arg'amoqlarni, sop nasllik toylarni minding. Bu narsalarni Alikka pido qil, ishlat. Tilaklarini topsin, yuzini yo'riq qilsin. Alik bugun rohat farog'at bilan taxtga minsin. Dushmanlari uzoq to'lg'inib yer upsin. Alik qo'lingni uzun, so'zingni ravon qildi. Yaxshi ko'radiganlarmi, yaxshi ko'rmaydiganlarmi sana arzini aytdi. Sen endi ko'prak duo qil, ey yaxshi birodar. Davlat sana yar bo'lsin, ömrün uzun bo'lsin. Esil kishilar ana shundoq yaxshilik qiladi. Uning nomi dunyoda mangu qoladi. Arabcha yaxshi bir so'z aytilgan. Bu so'z kishilarning esilini bilishga yo'l ochdi. Qara, kishining asliga uning harakati guvoh. Harakati qandoq bo'lsa, aslimi shundoq bo'ladi. Kimning asli yaxshi bo'lsa, harakati yiqimliq bo'ladi. Yomonning asliga uning o'zi harakati guvohdir. Ey xushbeil, Alik peylini o'zgartsa, uni takror to'g'ri yo'lga boshla, bilim bilan yondir. Barliq yaxshiliklarga Alik bosh bo'ldi. Bu yaxshiliklarni tashlab, o'zingni chatlashtirma. Menga ishinib maslahat solding. Bilganlarimning hammasini sana aytdim. Mening aytganlarimni va o'zing bilganlaringni qarab selishtirib-ku, ishlaring oydinlashadi. O'gdilmishning o'dg'urmishga javobi. O'gdilmish xushal bo'ldi va dedi: "Ey qarindosh, ulug' odam shundoq bo'lishi kerak. Bugun so'zlarni bak yaxshi aytding. Bu so'zlar mendik tukunni yashdi. Bu so'zlar ba'zida menga ro'shan emas edi. Sen pardini ochib, menga ro'shan so'zlading. Men endi bu orzu tilaklarimni tashladim, faqat Xudoyimni menga orqa tilak bo'lsin. Egam meni himoya qilib, dilimni ro'slag'ay. Paylim harakatimni to'g'ri yo'lga sag'ay. Duo bilan yor yo'lak bo'l, yordam qil. Meni unutma, o'zimni sana topshirdim." O'gdilmish so'zini tugitib, o'rnidan qopdi. Esallashib, etiga mindi-da qaytib keldi. Uyiga kelib, etidan tushdi, uyga kirdi. G'iza tomoq yedi, biroz demini oldi. Osmon chechini to'van tushirdi, yo'riq yuzini yopdi. Osmon tul kiyimini kiyib, belini bog'ladi. Quyosh o'rimchashlarini chuvgandek bo'ldi. Dunyo qo'yni tiyin va qomatisiga kirdi. O'rin soldi. Biroz tinchlanib yotdi. Biroz vaqt rohatlanib tatliq uxladi. Uyg'onib beshini ko'tarib atrofga qaradi. Osmon qiz kulgandek tishini ko'stib tabassum qildi. Quyosh beshini ko'tarib qaytadan yuzini ochdi. Dunyoning hamma tarafi oq-qu rangiga kirdi. O'gdilmish oldirab o'rnidan turdi. Tahorat elib bomdod namozini o'qidi, nashta qildi. Etini minib yana saroyga bordi. Etidan tushib to'p-to'g'ri Alik huzuriga kirdi. Alikning o'gdilmishga savoli. Alik uningdan o'dg'urmishni so'radi. U komil inson tinch aman bormi? dedi. Nima dedi? Meni duoda aslab turibdimi? Uning duosi bilan Xudo balodan aman qiladi. İnson duo bilan yaxshilikka yetishadi. Duo bilan mangulik jannatga yetishkili bo'ladi. Dunyoda yaxshi duo bo'lmagan bo'lsa, bu yomon yer falokat o'rdisiga aylangan bo'lar edi. O'gdilmishning Alikka javobi. O'gdilmish javob berib mundaq dedi: "Bilimga munosib holda to'g'ri so'zlarni qildi.
Qarindishim bugun u yerda yolg'izlikda, muhtojlikda bizga duo qilmoqda. Bizdan g'ofilroq yana kim bo'lsin? Gunohni biz qilamiz, u biz uchun duo qiladi. Bugun u alayka mehribonlik va dili yaqinlik bilan uzmay duo qilmoqda. Uningdanmi mehribon yana kim bor? O'z qayg'usini tashlab biz uchun qayg'urmoqda. Ey Aley, bizdanmi g'ofilroq kim bor? Ömrümüz bekor o'tib ketdi, ibodatga qo'limiz tegmadi. Vujudimizni orzu ne'matlar bilan samritib, rohat halovatda yotmoqdamiz. Vujudimiz oxir o'lib, qurt yilonga yem bo'ladi. Jon chiqayotganda pushaymondan boshqa hech amal qolmaydi. Aqllar nima deydi angla. Bu so'zga amal qilish kifoya ey qo'zam. Vujud samrisa, qurt yilonga yem bo'lishi aniq. O'z shodligingni desang, o'tkinchi mehmonsan. Bu hayot tushdek o'tib ketadi, yo'q qiladi. Hayotlikning o'tib ketishiga o'tayotgan kunlar guvohdir. Aligning o'gdilmishga javobi. Alik javob berib dedi: "Ey dana, o'zini qandoq tutish va qandoq ko'zatish kerak? Men uchun sendunmi mehribonroq kishi yo'q. Sana tamamen ishinaman va ishonch qilaman. Men mana uy ichida g'aflatda yotmoqdaman. İşlerimning hammasi tashqarida, ey bilimi komil. Sen ko'zim ham quloqim, ko angla. Nimiki muvofiq ko'rinsa, qarab turma, chora ko. Mendin yor yo'lak, yordam kerak bo'lsa, menga degin, men u ishga amal topay. Askar xizmatchilar bir-biri bilan yaqin munosabatda bo'lg'ay. Meni avora qilmay, menga orom bergin, ishini bir taraf qilib. Zolimning qo'li xalqdan yiroq tursin. Bilimsiz nadonlar yo'qolsin, bilim qolsin. Xalq beysin, am ilm rivoj topsin. Bu tilim uning uchun shukr desin. O'gdilmishning alayki javobi. O'gdilmish javob berib dedi: "Ey bey, Xudo tavfiq bersin, ey insonlarning yaxshisi. Qara, tilikim hamda ehtiyojim shuki, Tangrim to'g'ri va yaxshi yo'l ochib bersin. Alik halovatga ega bo'lsin va baxt ichida yashasin. Barliq mushaqqat, bosh og'riqi mangli qolsin. Men endi o'zimni sana pido qildim. Sen rohat ichida yasha, ey al-uluqi. Birla hojitim bor. Bugun seningdan so'rayman. Uni sen xushalliq va idrok bilan ravo qil. Bilasanki, baglar kimni yaqin tutsa, kishilar doim uning bor yo'qligini surishtiradi. Meni sen qanchalik yaxshi tutsangmi, chaqimchilar chaqsa qopqing turiladi. Jasur qahramon kishi nima deydi angla. U bu pand nasihatni bilib so'zlagan. Kishining ko'ngli go'shtur, u hidlab qoladi, buziladi. Uni bak asrash kerak, ey irodali kishi. Chaqimchilikni xohlamaydigan qanchalik yaxshi kishi bo'lsa-mu, g'aybatxo'rlar orasiga kirsa, savr qilolmaydi, fikri o'zgaradi. Naqadar aqlliq, sagak bak bo'lsa-mu, chaqimchilar yaqin bo'lsa, uningga malollik keltiradi. Ko'ngil bagdur, vujud bo'lsa uningga qul astiradi. So'zga go'yda isiydi, go'yda soviydi. Kishining tabiati to'rt xil bo'lib, o'zaro dushmandir. Biri kuldiradi, biri janjal majra tug'diradi. Biri oldirasa, yana biri egri besiqlikni xohlaydi. Biri kulsa, yana biri yig'lashga boshlaydi. Xushal bo'ldim deganda qayg'u keltiradi. Qayg'urdim deganda shod kuldiradi. Ey baxtlik Ali, men shuningdan ansiraymanki, chaqimchi, ya'ni odamiy ishtla cheqishtirib qolsa, diling ranjiydi, menga ta'tur qarab qolasan.
xizmatin beka bo'ladi, yuzingni o'raysan. Tilekim va iltimosim shu. Meni kim chiqishtirsa, mendan ahvolni so'rag'in. Tegiga yetkish so'rishtir, ko'p so'ra. Nima aniqlansa, darhol chora. Sana kim meni chaqsa, so'zini angla. Rostini yolg'inini so'rag'in. Tegi tahtini surishtir. Burunqi kishilar bak yaxshi aytgan ekan. So'zni angla, lekin hammasini ko'nglingda tutma. Buningdanmi yaxshiroq yana bir so'z bor. Buningga amal qil, ey yaxshi kishi. Hamma so'zni angla, kerak bo'lganini ko'nglingga ol. Keraksiz so'zni shu yerda qaytarib et. So'zlarni anglag'in, lekin rost yolg'inini tekshir. Rostini o'zingda qoldir, yolg'inini jazolag'in. Yolg'onchi kishi bilan dunyo buziladi. To'g'ri chin kishini do'st tut, ey huquqlar. Aligning o'gdilmishga javobi. Alig javob berib dedi: "Ey kishi, hojating tiligining ravo bo'ldi. Qodir Xudo sana odamiylikni ato qildi. Diling, tiling, harakating va nomingmi to'g'ri bo'ldi. Sendan qandoqmi yomon harakat sodir bo'ladi? Sana yaxshi qiliq oq sut bilan kirgan. Seni menga chiqib so'zligichi kishilar men uchun ashaddiy dushmandir, ey bilimi kang. Mayli ko'p so'zlisin, mayli oz so'zlisin, ularning so'zini qandoqmi anglayman. Yaxshi bilan yomonni ayrimasa, elde qandoqmi ulug' hokim bo'g'ili bo'ladi. Idrok bilan to'g'ri agrini ayriyanmasa, qandoqmi xalqni boshqaradigan bag bo'la oladi. Sinalgan kishini yana sinab yursa, kelgusi kunlarda elni qandoqmi boshqara oladi. Agar to'g'ri bilan yolg'onni doim farqlantiranmasa, qonun chiqaruvchi qandoqmi orzusiga yetadi. Bugun Xudo seni menga haqiqiy ato qildi. Sen bilan nurg'un chigishib tugillar yeshildi. Ortiq mehribonlik, ya'ni samimiylik bilan xizmat qilding. Non tuz haqqimni ado qilding. Men endi buningga yaxshi javob qaytarishim kerak. Sana nisb bo'lsa, tirikligingda asqetib qola. Odillik bilan xalq ichida donq chiqargan yaxshi kishi nima deydi, angla. Kishilarga munosib odamgarchilik qilguvchi kishilarning yaxshisi sarxili. Kishiga odamgarchiligiga munosib javob qaytur. Ana shundoq javoblik bo'lg'ini uchun kishiga odam degan nom berilgan. O'gdilmishning alikka javobi. O'gdilmish javob berib dedi: Alik halovat ko'rsin, alga bilim yetkizsin. Xudo ikki dunyoning yaxshiligini ato qilsin. Orzu tilak, umidlari qo'lga kelsin. Davron uning bo'lsin. U xohlagancha aylansin. Zaman uning tiliginicha o'tiyversin. Ey ko'ngli to'g'ri, mijozi kamtar, ishonchli hokim. Ko'p yasha, omon bo'l, baxtiyor hayot kechirgin. Menga sendan ko'p yaxshiliklar keldi. Qadrlandim, boyliqqa, yemak-ichmak, kiyim-kechakka ega bo'ldim. Mana men xizmat uchun qattiq bel bog'ladim. Xudo tavfiq bersin, ey cho'nqur bilimlik. O'gdilmish yana dedi: Ey baxtlik Ali, Xudo yaxshi nomingni dunyoga yoydi. Xudo baxt berdi, yaxshi nomingni tila. Baxtga erishganda ko'nglingni yaxshi tut. Davomliq bag bo'lay desang, ro'shanki muni 4 narsa kerak. Ondan baylikdan bahramon bo'lasan. Birinchi, tili to'g'ri, so'zi ishonchlik bo'lsa. Ikkinchi, alga baxt beradigan qonun chiqarsa. Uchinchi, qo'lini echib sexiy bo'lsa. Xalqqa mehribonlik yetkazsa. To'rtinchisi shuki, botur va jasoratlik bo'lib, dushmanning bo'ynini egib, ishni salamjon qilsa. Qaysi bek bu 4 ishni to'liq ado qilmasa, shuningdan keyin alga ixtilof tushadi. Baylikning uli va yiltizi shulardan iborat.
Yaxşı bəglərinin yolu izimi şudur. Yolunu buzma, şu iz boyunca man. Sendin bulun qılanın yolumu şu idi. Qaysı bəg bu yolunu taşlap çətnəp kelse, bəglikini buzudu, oңuşlıqda igi bulanmaydı. Ey Ali, bunu üç türlük kişini qadirle. Bunu sana aytay, zihnini koyup anla. Birincisi, cesur mergen, quruç yüreklik yigit. Bundaqla qiliç bilen elge köp payda keltirdi. İkincisi, dana, bilimlik el hakimleri. Bula kengaşki paydalık, işini ronak tapqızıdı. Üçüncüsü, zirek ve çıraylık yazıdığan katıplar bulup, kirim çıkım hesabını bilse, xazinini toldurdu. Sen bulanı ayrımca başqalardan farqlandırıp tut. Paydasığı münasip halda qadirle in'am qil. Həmi işlerin tertipki düşüp, bara ravaş tapıdı. Elinin küçü artıdı, yerin kengiydi. Namın yaxşı boludu, şöhretin çıkıdı. Dünya halkı yüzünü körüşke intilidi. Kişilerin danası bek yaxşı etken ki, adam ölsümü namının yaxşılığı ölmeydi. Qaragına, kişinin namı yaxşı bolsa, özü ölsümü namı ölmeydi, bunu nemi degen yaxşı? Yaxşı namığı egi boğan kişi ölüp qarı yer qetidi çirip yatsımı, onu tirik hesapla. Tiriklikni izdeme, yaxşı nam çıkırışni izde. Namın yaxşı bolsa, tirik ve şat yaşığının şu. Qandaq yaşaş ve qandaq yaxşılık qilish gerek. Bunu bana eytip be, ey bilimlik dana. Haqiqiy yaxşılık, çillik ve toğruluktur. Yaxşılıkның özü hayatlıqdır. Kimki yaxşılık bilen hareket qilsa, tirik yaşagan boludu. Kimiki yamanlık bilen hareket qilsa, tirik durup ölgen boludu. Dünya ötüp getidu, yaxşı iş hareket məngü qalıdı. Yaxşı qılık bilen yaxşı adet yok almaydı. Bivapa dünya sendin yüz öğregende, asqatıdığını qılgan yaxşılıqındır ey qozam. Ey Ali, bu dünyaga heris bolma, u vapa qilmaydi, bunu yaxşı bil. Bu dünya işlerini bir oyun hesapla. Ayaqlashishini xohlasang, yeni başlanishini ko'z tutdi. Oyunga qetilma, sagak bol ey qudratlik. Oyunga qetilsang, boyning bog'lanadi. Diqqat qilsang, kitobda bak yaxshi yozilgan. Bu so'zlarni unutma ey dili zerek. Qara, bu dunyoning ishlari bir heli nayrangdir. Nayranga aralashma, buning nima keragi bor? Egangning buyrug'ini o'rinda o'z qulluqingni qil. Agar unda qilmasang, beshingning ketishi aniq. Ey Ali, mening bilganlarim ana shular edi. İçim ve teşimdeki hammini sana bayan qildim. Sözümni anglasang angla, agar anglamasang va menga ishonmasang, shaksiz bir kuni o'zing ko'rib qolasan. Alining o'gdilmishga javobi. Ali aytdi: "Ko'nglimni tuz tutib, bu ishga Xudodan tavfiq tilayman. Talab qilsa, Xudo yordam madad beradi. Men uchun ro'shan bo'lmagan bo'lsa, sen yo'rtib be. G'ayrat qilib sirtdagi nurg'un ishlarni ko'zat. Sagak bo'l, quloq, ko'zingni ishtik qil. Kuching yetishcha ishla, menga yo'lanma. Yana ba'zi ishlar qolsa, sana yordamlashaman." Ali sözünü tugatdi, og'zini yumdi. O'gdilmish asta o'rnidan turib sirtqa chiqdi. Etini minib, yana uyiga keldi. Uyiga kirib to'nini yashdi. Kechida uxladi, ertiganda yana otlanib saroyga bordi, etidan tushib ichkari kirdi. Shundan buyon o'gdilmish g'ayrat qildi. Tik turib nurg'un ishlarni bajardi. Xalq halovatga yetdi, dunyo tuzaldi. Ali xotirjam bo'ldi, shodlandi.
eli yaxshi duo bilan madhiya so'zlariga to'ldi. Nomi mangu yo'qolmaydigan bo'lib qoldi. Qara, yaxshi qonun nima degan yaxshi? Qonun nizomlar bilan baglik o'ri tura oladi. Xalqqa ana shundoq bag boshlamchilik qilsa, xalqmi, almi hammasi farovon bo'ladi. Xalqmi itoatkor, qiliqlari to'g'ri bo'lsa, ondan baglarning kuni yo'riq bo'ladi. Bu baglar Xudodan avatilgan yo'l boshlovchilardir. Xalq yaxshi bo'lsa, bagmi yaxshi bo'ladi. Xalqi yomonlik qilsa, bagmi yomonlik qiladi. Yomonga yomonlik qilsa, ondan yomon tinadi. Xalq yurish turishini tuzilsa, begimi xuy paylini tuzatadi. Baglar xuy paylini tuzatsa, al tuziladi, tozalanadi. Shunda qilib kun oylar zamonlar o'tdi. Dunyo go'zallashdi, xalq boy bo'ldi. Tuman tozallar tarqidi, tang yo'ridi. Hamma bulg'inishlar tuzaldi, tozalandi. Ali yana Xudoga shukr qildi. Tuman madhiya bilan hamdu sana o'qidi. İrfan elektron şirketi turli lug'atlarni chiqarib til boyligingizni oshiribla qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi.